Salom sizlar bilan men Mix Pro Minecraft. Men oldingi qishlog'imdan bilsanglar qamab qo'ygandi, chunki tillalarim bor edi. Shuning uchun men qamab qo'ygandi. Endi mana shu qishloqqa keldim. U yerdan haydashdi meni. Narsalarimni ham olib yana oldingi qishlog'im sal o'zgardi. Oldingi o'rniga bank qurdi. Mana bu merni toshmadagi yangi magazin ochibdi. Ko'p narsa olib ketibdi. Mayli. Qilichlarimni olib olay. Bir o'tlar ham o'sib ketibdi-da. Olib kiymayman. O'zimni yaxshi turib kiyman. Qilichni olib olaman lekin. Qilich nima ham qilib berardi? Bir eshigim ham yo'q. Bankni ko'rsataman. Oltin bank deganda bu oltin bank. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz, sizga qancha qarz bera olamiz yoki qancha bankka pul qo'yasiz? Yo'q, oddiy. Bolalar bu yerda golemlar bor ekan. Golemlar ketdi. Bu yerda 3 ta 4 ta golem bor. Mana hozir toshmatakani uyini ko'rdim katta. Mana bu yoqda ham 3 ta 4 ta golem bor ekan-ku. Qishloqda golem ko'payib ketdi. Bank borlik. Zombini ko'rish ham sap qoladi ekanda. O'zi bo'lmish hayot. 4 ta like olgan o'tgan safar videomizda nechinchi 4-chi qismmi shunaqa. 4-chi qism 5-chi qismmi shunaqadir qarang. Toshmataka qilaysiz. Yaxshi, rahmat. Bizga qayoqqa olib ketganding? Boshqa qishloqqa ketgandim-da. Siz ham kuchayib ketibsiz, achkilar taqib. Achki pistes, sur. Zo'r bo'lasiz, kiyimingni o'zgartiribsan. Kiyimimni o'zgartirdim oqqa. Bo'pti, toshmataka demasdan yaxshiroq ishlaydi. Bo'pti, toshmataka deb seni yomon hisoblayapsiz. Bo'pti, toshmataka deb. Toshmataka axir ishlashim kerak. Endi keldik bir oy deganda. Endi ishlashim kerak. Hech narsam yo'q-ku. Siz 4 ta izmurud bergandingiz. Ham yo'q ketdi, uyolsam. Shunaqa endi. Mayli, toshmataka. Kravatingizni olib ketib Qo'y joyiga, qo'y. Xo'p, mayli. To'xtab turing, toshmataka. Yotib olay mashiga. Yotma, yo'qolay bo'lmish. Achkilar taq. Orzum mana shu uyda qolishda toshmatakani. Toshmatakani qo'shni bo'lish. Galim, короче. Menga indolmaydi, chunki bular o'zim aqlini kirgizib qo'ydim. Urib qanaqa solishdi bittasini. Indolmaydi-da menga. Короче, men ham bitta plan bor, lekin borib suvga ham tushib ketdim. Shu bankda o'marmoqchiman-da, bank. Shuning uchun hozir men kirkam mana shu yerda to'g'rilib bitta kirkamda pulim hozir. Mana oldim, короче. O'zi kech bo'lyapti, keyin boramiz. Nima qilmoqchi? Bu yerda kimdir o'g'irlik qilyapti, oq kiyimdan. O'ldi, etolmadi chunki olishmadi. Mana bu tugmani bittasini olishim kerak. Kitob olishim kerak chunki bu tomonda qolib ketmay, balki o'lja bo'lib politsiyasiga tezroq qochishim kerak. Ertalab bo'lyapti. O'g'raman, menga farqi yo'q. Men poyib ketaman yana. Qamalganmi yana chiqib ketdim. Bu temir qilib tashlabdi. Yani temir qilibdi o'zi ham.
Uydaku boyimni ham yorib ketdimi? Toshmat akani sotib olaman magazin. Toshmat akani ovqat olamanda, keyin merda uyni sotib olaman. Yo qishloqni sotib olaman. Mana bitta tilla blokini o'zida sotib olaman. Qilib qolmasa bo'ldi. Tezroq olyapman shuning uchun kam gapir. Ko'p gapirsam hozir yana shundan chalg'ib ketaman. Tezroq bo'lishim kerak. Hozir politsiyskilar ham kelib qolmasa bo'ldi. O'zi temir kichkam demanchi joni ketdi. Shunday bitta katta bank bittani qo'ymagan. Hayronman, svet qo'ymasa zombini spam bo'ladi deb o'ylamaydi. Ko'p tilla bo'lgan, lekin ham yaxshi ham bo'ldi. Lekin biz birga ham o'rayapti, chunki asanga olamkan. Mana maydalaymiz bola, hozir maydalaymiz bo'ldi. Maydalamasak jo'ta bo'lmayapti. Olamiz tezroq buni ishlab. Hozir qishloq birinchi o'rinda qutolmayman. Mere nima deysan ey? Bomishlamay gapi. Qishloqni sotib olaman. Sen nima debsan? Mana yetanimi pul? Yetami? Yetadi. Короче, bo'shat endi. O'zingni paydo bo'lasan. Bu endi meniki. Bularni olib tashlashim kerak. Endi jihozlar qilaman. U endi o'ldirdi-ku, mayli. Spam bo'lmaydi, chunki uni chiqarib tashlayman. Hacker do'stimni yeplashib. Endi hozir zakaz qilishim kerak narsalarni. Bo'laman, mana pechka sotib oldim. Keyin ikkita kravat sotib oldim. Zavoddan shular qoldi endi pulim. Keyin anul sotib oldim, keyin verstak sotib oldim. Ko'p narsa sotib oldim. Ikkinchi qavatni bo'sh, chunki bu yoqqa omborxona qilsam, bu yer balkon bo'ladi. Balkonda qishloqni kuzatib o'tiramizda. Drip qilaman, nima edi? Water drop. Ya, oyog'im sinaydi. Oyog'im uncha sinmaydi, chunki bunaqa joylarga ko'p sakraganman. Nima bu ish to'g'rilayman shekilli, temizlik ish bo'lganim yaxshi. Ovqat zakaz qilaman, ovqat kelaman. Toshmatdan olib kelaman, toshmatdan. O'rtog'im endi u men o'rtog'im Toshmat. Toshmat ey. 21 ta nima soldim, izmurud. Bir stak oltin olma oldim, Ya endi mer bo'ldim, Assalomu alaykum janob mer. Bo'ldi, sizda bo'ldi, tanishib. Bo'ldi, kravatni yangilab qo'ydim, bomish eskirib kirib ketibdi o'zi past. Eshigingni ham to'g'rilay, Toshmat. Yana biz boymiz, yana. Ham bu qishloqda menimiz. Soliq vaqti keldi, solig'ini to'lashni men. Tushundingmi? Soliq to'lanmasdi-ku. To'lanadi endi. Erta olib kelishgan bir stak izmuruddan hammang yetib qoldi. Toshmat arendasini to'lamasa agar shunday uyini qilib tashlaymiz, buzib tashlaymiz, chunki o'zi qurgan bu.
Bu Toshmat, arendan qachon to'laysan? Toshmat, arendan qachon to'laysan? Ey, Toshmat. Toshmat. To'layman albatta. To'lamasang hozir kranni hozir buzamiz, короче, buzib tashlaymiz. Bu Toshmat qiynab o'tirgim kelmadi. Kranchilar qattani bo'lyapti yendan ko'ra. Hozir o'zim portlatib Hozir unaqa qilib kreativ. Buni uyini yo'q qilamiz, короче. Toshmat, qochma deyapman. Toshmat dedim men senga, qochmagin. O'zim yozib yangi qilchoqlik. Menga vit bo'ldi narsa. Adminga yozdim, короче, men yangi mer bo'ldim. Merda yo'qotdim, o'lib ketdi. O'ldirib ketibdi, yangi men bo'ldim, ya'ni keyin bo'ldi, gap yo'q dedi. Kreativni ham berdi, lekin unga bermagan ekan. Esidan chiqqan ekan olish. Короче, endi bu yerga yangi birorta narsa quramiz hali. Bu yo'q ketibdi-yu. Qo'shnining uyiga o'tib ketmadimi? O'tib ketibdi-da. Ostolab beramiz. Valiga nima? Gadoy uchun mana buni to'ldirib qo'yamiz. To'ldiramiz. Kreativ joyga qo'yib chiqib qolsa bo'ldi. Derazasini tikkanki uzr. Haq to'layapman endi. Derazasi uchun derazani olib o'tiring keyin. Короче, fakkeldan kelib. Yetadi uka meni senga shuncha. Mana bu yerga endi bu bankda nima izmlarni ko'ramiz, chunki bu eng kerak narsa izmlar tilla o'zim kerak emas. To'ldiramiz. Butonni ichini yangi ichib qo'yamiz. To'ldiramiz, tuxumidan to'ldiramiz. Bunaqa chaqirib pish bor o'tirmaymiz. Короче, endi bu yerga temir eshik qo'yamiz. Temirdan battar eshik qo'yamiz. Mana bu yerga ikkita tugmasi bor, shuni to'g'rilab qo'yib. Hozir to'ldiramiz hozir. O'liblar ketsin, ishni yurasin. Eshitdim, bolasi o'lar, короче, endi qo'yaylik. Bu uyda endi bunday qilamiz. 13 minut o'tdi bola. Zapisdan. To'xtatamiz. 15 minutda to'xtatamiz. 15 minutda emas, endi 15 minutda to'xtatamiz orqali. Sam bo'lmaydi. O'rab chiqishimiz kerak. Bu oldingi bomush uy bo'lgan bo'ladi. Mer uy bo'lgan oldingisi. Deydi. O'zimga oldin ham boy bo'lgan ekan. Deydi, shuning uchun oldin o'rab qo'yyapman. Aslida ichinaqa bo'ladi. To'ppak bo'ladi. To'ppak loy bo'lsa. Ustini ham qo'yib qo'yaylik. Bomush mazmuni endi xarobadan chiqqan millionermiz endi biz. Bunday qilib qo'yaylik, ko'paysin. Endi haydab yuborsa ham endi. Shunaqa deb yurmaymiz. Fakir qo'yamiz. Bo'ldi, короче. Barchaga xayr, sizlar bilan men Mix Pro Minecraft bo'ldi. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar degan bu ko'p so'ramadim, bilib turgan bo'lsanglar. Ko'p so'ramadim. Oldingi videolarga o'xshab top 3 ta mod ko'ringlar bo'ldi. Top 3 ta eng zo'r Telegram kanalimiz
kommentda bo'ladi. Har xil modlar kerak bo'lsa. Hammaga xayrlashdik deb. Barchaga xayr, Big Pro kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.